Bilamizki, track ownerlar O'zbekistonda outsource qilishadi, to'g'rimi, ishchilarni. Ular, meni fikrimcha, o'zimizda ham mana track kompaniyalari bor. Ko'p o'zbeklar SNG davlatidan kelgan odamlar o'ylashadiki, o'sha ortiqcha olgan odamim menga xarajatga ketadi debdi, lekin uni orqasidan qancha pribul kelishini, qancha pul ekonom qilib qolishini bilishmaydi. Mana aytganingiz bo'yicha 28% от grossi ijod na fuel. Average. Agar 20% dan ko'p bo'lsa, demak bu agar uni 25 ga tushiradigan bo'lsa, bitta xodim. Agar 10 ta trak bo'lsa, bu yaxshigina daromad уже xarajatni save qilib qoladi. Mana men sizga hozir aniq misol keltiraman. Bitta kompaniya 10 ta trak driverlar. Demak, bir oyda o'tgan yil bo'lgan narsa, o'tgan yili fuel 30% edi. Bir oy average 33% bo'ldi. Bor yo'q 3%. O'sha 3%ni men 33%ni men просто как образец 30% qilsam, kompaniyada 16,000 pul lishniy pul paydo bo'ldi. Bir oyda. Buni bilmaydi nimada? 16,000 dollar. 10 ta trakdan. Hurmatli mana bizani ko'rib turgan YouTube obunachilarimiz, oddiygina yuans beryaptilar. Muhiddin akam, bitta dona xodim olib ishlatinglar, alohida qo'yinglar. Ya'ni fuel yoqilg'ini kontroli bo'yicha u odam har bitta shoferga ko'rsatib tursin, qaysi shtatda arzonligini va shoferlarga aytib tursin, betdan qo'y, betdan qo'yma, betdan qo'y, betdan. Shuni hisobida mana zaraniya. Shuni hisobiga mana aytayotdilar, experience case'lari bo'lgan $16,000 ekonom qilgan kompaniya. Shu fuelni kontrol qilib.